Diqqat aholiga tezkor xabar. 2026-yil boshida O'zbekistonda qanday avtomobillar sotildi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. 2026-yil dastlabki 2 oyda 57512 dona avtomobil sotilgan bo'lib, bu 2025-yilning mos davriga nisbatan 14.2% ga ko'p. Chevrolet bozorning asosiy qismida olishni saqlab qolmoqda. BYD ilk bor Kia'ni ortda qoldirib, ommaboplik reytingida 2-o'rinni egalladi. Elektromobillar ulushi 5.6% dan 8.1% ga o'sdi. Buni qarangki, O'zbekistonda elektromobillarni sotib oladigan odamlar ham ko'paymoqda. Statistika faqat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va yig'ilgan avtomobillarni o'z ichiga olgan, import modellar hisobga olinmagan. Rasmdagi statistikada eng ko'p qaysi modellar sotilgan? Yetakchi 5lik Chevrolet modellari tomonidan iborat. Cobalt birinchi o'rinda bo'lsa, sotuv hajmi chorak qismga kamaygan. Cobalt hali ham yetakchilikni saqlab turgan bo'lsa va birinchi o'rinda turgan bo'lsa-da, sotuv hajmi chorak qismga kamaygan. Tracker va Onyx keskin o'sishga erishgan. Yuan-Up sotuvi esa 6 baravardan ko'pga oshgan. Brendlarning bozordagi o'rni qanday o'zgargan? Chevrolet yaqqol favorit. BYD va Kia o'rtasida kurashdagi farq atiga 10 dona avtomobilni tashkil etmoqda. Kia sotuvi deyarli bitta modeldan, ya'ni Sonetdan iborat bo'lsa, BYD sotuvi 3 ta Song Plus, Yuan-Up va Chazor modellarida asoslangan. Qaysi modellarda o'sish yuqori bo'ldi? BYD Yuan-Up 529%, Chevrolet Onyx 222%, Haval H6 146%, Chevrolet Tracker 133%, Chery Tiggo 8 Pro 106% ga o'tgan. Bu haqda O'zavtosanoat ma'lumot beradi. Qaysi modellar sotuvi pasaydi? Chevrolet Cobalt 25% ga, BYD Seagull 60% ga, Chevrolet Traverse 66% ga, Kia Cerato 73% ga, BYD Song Pro DMI 83% ga pasaygan. Song Pro DMI modeli sotuvi pasayish yangilangan. Song Plus Champion DMI bozordan chiqarib yuborgani bilan izohlamoqda. Qaysi narx segmentda raqobat bormoqda? $7,500 bo'lgan qaysi modellar sotilmoqda? 15666 dona. Bozorning 27.2% ni tashkil etadi. $7,500 bo'lgan modellar. $7,500–12,000 oralig'ida qaysi modellar sotilmoqda? Bu oralig'da esa 22,104 dona, ya'ni bozorning 38% ni tashkil etadi. Bu Cobalt va Onyx modellaridir. Onyx sotuv hajmi rekord darajada o'sgan 222%, Cobalt hajmi esa chorak qismga 25% ga kamaygan. Onyx sotuvi 3 baravarga oshdi va Cobalt xaridorlarni bir qismini tortib oldi. $12,000–$17,000 oralig'ida qaysi modellar xaridorgor? Bozorning 23% ni Tracker Sonet Tiggo 2 Pro tashkil etadi. Endi raqobatli tez o'sayotgan segment Tracker sotuvi 2-3 baravarga oshgan. Bunga bo'lib to'lash va avtokredit dasturlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. 17,000–25,000 oralig'ida qaysi modellar ustunlik qilmoqda? Bozorning 7,5% ni Yuan-Up, Chazor, Jolion, M6, Arizo 6 Pro modellari tashkil etmoqda. $25,000–$35,000 oralig'ida qanday o'zgarishlar paydo bo'ldi? Song Plus birinchi o'rinda, Tiggo 7 ikkinchi o'rinda, Seal 6 uchinchi o'rin, Sportage Kia H6 va Sia Leonlar keyingilardir. Qimmat avtolar sotuvi kamaydi. $35,000 dan qimmat modellar 300 donadan kam sotilgan. Birinchi 3 oylikda. Malibu va Sorento sotuv hajmi yarmidan ko'prog'ini yo'qotgan. Chamasi qimmat avtomobillar xaridorlari import avtomobillarga e'tibor qaratmoqda. Elektromobillar sotuvida holat qanday? 2 oy davomida 5000 dona elektromobil sotilgan. Bu bozor hajmining 8% ni tashkil etadi. Gibrid sof elektromobillar 2000 dona. Ushbu toifadagi sotuvlarning asosiy ulushini 83% 3 ta modelga tegishli. Shuningdek, Seal 6, Seal Leon 07, Atto 8 va Tiggo 8, FF kabi yangi modellar bozorda mustahkam o'rnashdi. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.